Hozir internetda rosa moda Amerika jannat makon o'lka, green cardni biz orqali to'ldiring. Nima qilasizlar aldab odamlarda? Yer yuzida unaqa jannat makon o'lka yo'qligini hammamiz bilamiz. To'g'ri, Amerikada pul topish zo'r deb hamma bong uryapti, lekin Amerikani hayotini ko'ringlarda, yaxshilab kuzatinglar. Amerikaga borgan o'zbeklarning hayotini ko'ringlar. Tinimsiz mehnat. Bir kun dam olganini, mazza qilib dam olgani juda kam. O'zi uchun bir dam olgani juda kam. Bo'lmasa tinimsiz mehnat. Amerikani aytishyapti. Bir kun dam olsang, krizisdasan, bankrot bo'lasan. Mehnat. Shu orqali Amerikada mazza qilib yashash uchun tinimsiz mehnat deyapti. Faqat mehnatda bo'lganda qanaqa qilib mazza qilib yashaysan? Mayli, misol borganlar malades, albatta qarshiligim yo'q, Amerikani yomonlamayapman. Prosta Amerika bir jannat makon o'lkada odam mazza qilib dam oladi, mazza qilib yashaydi. Faqat mehnat bo'lmaydi-da. Misol ko'pchilik hozir green card uchun bor yo'g'ini tikib, uylarini ham kerak bo'lsa sotaman deb Amerikaga ketaman, Amerikaga yetib bo'ldi. Amerikada sizni qattiq zo'r ish kutib turibdi. Amerikada mana keldi, o'g'illar bo'lmasam Abdurauf aka kelibdi. Aniq zo'r ishlar bordi. Yo'q. O'ziga yarashadi-da, vaqti kelsa nalogini to'lamasangiz qamab qo'yar ekan. Misol zo'r blogerlarning hayotini, videosini ko'ryapmiz Amerikada, lekin oddiy odamlar ham qanchasi boryapti, ularning videosi hech kimga qiziq emas. Misol shu zo'r blogerlaringizni ham qarang. Normalniy pul topishadi, lekin arzon magazinlarda obzor qilishadi. $1 magazin bor ekan, qaranglarmi, tamom $1 hammasi $1 ekan deyshadi. Iloji boricha zo'r hayot bo'lsa Amerikada. Nimaga O'zbekistonga kelib, ismini aytkim kelmaydi, urushib qolganmiz, tariximiz bor. Bitta bloger kelib O'zbekistonda ayol kishi tishini plomba qilib ketdi, davolatib ketdi. Chunki Amerikada qimmat ekan, oddiy tibbiyot doktorxonalar hamma yo'q, qimmat deyapti. Davolanish juda qimmat deyapti. Jannat makon o'lka, masalan, shu normalniy biznesi bor, normalniy pul topadi, lekin O'zbekistonga kelib Toshkentda tishlarini davolatib ketdi. Amerikada kasal bo'lsangiz, odam endi har doim sog' yurmaydi. Misol, ko'p blogerlar ko'raman, sartaroshxonaga даже uncha kirgisi kelmaydi, chunki pulini qizg'onadi. Hozir jannat makon o'lkada pul problema bo'lmasligi kerak. To'g'ri, misol, nechini O'zbekiston solishtiradi-da? Nechini O'zbekiston solishtirishadi bironta davlat bilan. Rivojlangan davlat bilan O'zbekiston solishtirishaveradi-da. Va o'zini yurtidan kamchilik axtargan odam xuddaligi o'rtahol ota-onasidan boyvachcharoq ota-ona bilan solishtirish bilan bir xilda. Harakat qilasiz, attayam harakat qilasiz, itdek harakat qilasiz, keyin pul chiqadi. Bo'lmasam hech qayerda pul yo'q.